Assalomu alaykum hammaga. Demak, boshladik. Turkiyada mening bir kunim 4-qismni davom ettiramiz. 4-qismni ot minishdan boshlaymiz. Geliyor, mihmanlı geliyor. Üstünden İsmail. Mingandan so'ngra esa Sakarya daryosidan bahra olasiz. Juda chiroyli manzaralar. Undan keyin esa Turkiyaning go'zal manzaralaridan bahramand olasiz. Daraxtlar, maysalar va toza havo. Albatta Toshkent havosidan juda chiroyli bu. Daraxtlarga ham zaranglar bosib ketgan. Ya'niki chiriganda zamburug'lar bo'ladi-ku, xuddi o'shalar. Yomg'ir yoqqandan keyingi holat. Daryoning bo'yi. Bu yerda tollar juda ko'p. Bu yerda odamdan boshqa hamma narsa yog'adi bu yerda. Hattoki do'l ham. Mana ko'rib turibsizlarki, do'l pag'alab, yonboshlab, xuddi tosh yoqqandek yog'moqda. Atrof dala, hamma joy do'l bilan to'lgan. O'zingiz ko'rib baho bering. Undan keyin adirlarda, dalalarda xuddi mana shu gullar juda ko'p o'sadi. Buni nomini topa olmadim. Undan keyin esa qamishzorlar, daraxtlar, o daryoni bo'yi. To'qayzor, haqiqiy To'qayzor. Ichida nima bor, nima yo'q, hech kim bilib bo'lmaydi. Bu videoni esa shunchaki tomosha qiling. Bizi uylarga laylak degan jonzot tez-tez kelib turadi. Bahosi ham jonga tegdi. Kecha yomg'ir yog'di. Ertalabga bunaqa. O'rdaklar makoni yoxud chiqindilar makoni. Bu yerning havosiga ham juda qoyil qolmadim. Aprel oyida ham qor yog'yapti. Alemdar filmidagi menemenni pishirdik. Abdulhay, buni ta'mi uchun 40 yil yotaman. Bunda nima bor ekan, og'a? Tuxum bilan pomidor qovurdim-da. Piyoda ketyapmiz. Nima bo'ldi Akram? Haydasan? Mana. O'rda yo'liga bordik. O, zavod torqasida. Piyoda ketyapmiz, mashinamiz botib qolib endi. O'rdak qayda bo'ladi? Balchiqlarda bo'ladi. Mashinani olib bordik, olib tushdik. Botib o'tiribdi endi. Mana o 20 minutdan, yarim soatdan beri yo'l yuryapmiz. Mayda, mayda. Bitta qishloq bor. Ashida terigamiz bor, traktor degani tortib ketamiz endi. Onun uchun o'sha yerdan burilish kerak. Maylar zakan. Ay Akram. To'qonga bergan qo'ylarimiz bor edi. O'shalardan bittasi bo'kib qolibdi va bizga bu go'sht mangal bo'ldi. Turkiya mangali juda chiroyli.
Bir tomonimiz ekin maydoni, bir tomonimiz esa adirdir. Atrofining go'zalligini qara deydi-yu. Bir bahor uraslar. G'irt adir yerlar. Yerdan problem yo'q. Mana biz arava. Eski daladagi uyni tozalayotganimizda mana bu narsa chiqib qoldi. Nima ekani bilganlar kommentda yozib yuborsin. Orada. Bu yerda bo'sh qolding deguncha shashlik qilamiz. Jigar kabob. Kelinglar. Çıkmıyor, çıkmıyor. Mehmon qilamiz. Biraz bu tarafa kal. Kenan abi. Tamam. La ben de şaka yapıyor zannettim. La var ya İsmail la. Bu yerda tulki juda ko'p. Xudoni bergan kuni tulkini uchratasan. Suv ichgani daryo bo'yi keladi. Shunda biz ko'rib qolamiz. Jonli tabiatdan keyin esa Elon Musk akani uchirgan narsasini tomosha qiling. Kamera. O olyapti mana. Elon Muskni uchirgan narsasi Turkiyada kezmoqda. Agarda shu bizda bo'lganda edi. Vau, farishtalar uchmoqda. Albatta bu hazil. Vahima bo'lardi, vahima. Undan keyin tong keladi. Tongda biz dalalarga dori sepgani bordik va mana bu narsalar orqali biz dori sepamiz. Suv bor. Suvda to'ldiramiz bochkalarga, dorilarni quyamiz hamda traktor orqali dalalarni dorilaymiz. Bu yerda mana bunday qo'y podalari juda ham ko'p. Cho'pon boqadi yo bo'lmasa boshqa bir odamni cho'ponlikka yo'llaydi. Bug'doy ekilmagan joylarda bular qo'y boqishadi. Men bu yoqda ham bor edi. Aravamizda oldida. Arava mashina degani tarjimasi. Mana aravamizni oldidagi qo'ylar, qo'y podalari va ko'ppaklar. Do'kondan uyga ketayotganimizda yo'lda mana bu ko'rinishga duch keldik, ya'niki vagonlar. Bu vagonlarga insonlar boshqa uzoq shaharlardan kelib ko'chishadi va yoz oyida mavsumiy ishlar uchun shu yerda qolishadi. Mavsumiy ishchilardir bular. O'z uylari bilan, o'z aravalari bilan kelishgan va oila bola chaqasi bilan. Ishchilardan keyin sizlarni adirga boshlab boraman. Mana dori sogani keldik. O'sha bug'doylarimizga. Adirni o'rtasida suv ham kelmaydi bu yerda. Yomg'ir suvi bilan ko'kariladi. Dorsini bergani keldik. G'irt adir yer. Inson o'lsa tavib oladi-yu. Lekin xavfli yerlar. Cho'ponni uyi bor. O'sha yerda odam yashaydimi, yashamaydimi xudo biladi. Bo'ri, tulki, to'ng'iz hammasi bor bu yerda. Yeri ham tosh, keyin sho'r o'ta. Mana. To'qmas bu. Ko'klamaydi. Shuna. Ilk kelishimda adirlarni ko'rib, "O" degandim. Hozir esa "U" deyman. Turba tushiryapmiz. Yangi turbalar keldi mana. Yangi turbalar. Mana Mercedes belgisi. Bu yerda oq toshlar juda ko'p, qora toshlar juda kamdir. Mana bu yerda esa bir insonning qabri joylashgan, na ismi, na tug'ilgan yili, na vafot etgan yili bor va kimga qarindoshligi hech qanaqa ism yo'q, faqat bir dona tosh bor xolos. Cho'ponlarda juda katta itlari bor va juda ko'pgina. Mana bu itlarga qaranglar, bo'ri bilan teppa-teng olishadigan, hatto bo'ridan ham katta itlar. Ko'rsa yeb qo'yadiganda. Yeydi ham, bu odamga tashlanadi bu it, juda xavfli. Biz egasini olta turganimiz sababli bu it bizga tashlanmayapti. Bo'lmasa biz oldiga borganimizda bu hattoki bizning mashinaga ham sakradi bu.
Mashinaning ustiga chiqib bizni yeb qo'yay dedi. Juda xavfli itlar. Bo'yniga e'tibor qarasalaring, ilgaklari bor, temirlari bor. Bu bo'rilar bo'ynidan tishlab olmasligi uchun. Cho'ponlar agar shunaqa qilmasa, qo'ylarni bo'rilar, tulkilar yeb ketishi mumkin. Tumshug'i uzun, na laylakka, na turnaga o'xshaydigan qush bor ekan. Buni akalar nomini bilasizlarmi? Bilsanglar kommentga yozib yuboringlar. Undan keyin esa daralarda mana bunday aytib o'tganimdek gullar ko'p. Bu gullarni eslab men nimani eslayman aytaymi? Sen bahorni sog'inma degan qo'shig'ini eslayman. Juda chiroyli gullar. Xudo xolasa lollarni ham sizlarga ko'rsataman. Lollar endi ochilmoqda bizda. Mana bunday yomg'irni ko'rib meni jinniligim tutib qoldi. Yomg'ir. Bu yerda mening bir kunim 4-qism videosini ham mana shu video orqali yakunlayman. Inshaalloh qolgan qismlarini ham hali ko'p olamiz. Hammaga omad, charchamanglar. Ha, aytgancha, bu video ancha oldin olingan. Shuning uchun kamina juda chiroyli holatda.